2009-yil Liviya rahbari Muammar Kaddafi rasmiy tashrif bilan Rimga bordi. Tashrif doirasida u 200 nafar Rimning eng go'zal ayollarini yig'ishni so'radi. Maxsus agentlik tomonidan eng go'zal 18 va 35 yosh oralig'ida bo'lgan, bo'ylari 170 dan past bo'lmagan namunali kiyimdagi 200 nafar ayol tanlab olindi. Ular Liviya elchixonasiga Kaddafi bilan uchrashuvga olib kelindi. Ayollar katta ehtimol bilan partiyaga ko'ngilxushlik uchun kelyapmiz deb o'ylashgan. Biroq ko'p o'tmay Kaddafi qora forma bilan sahnaga chiqdi va islomdagi ayollarning o'rni haqida naqd 2 soat nutq so'zladi. Nutqini tugatganidan so'ng har bir ayolga muqaddas Qur'on va o'zining maxsus Green Book nomli kitobini sovg'a qildi. Barcha ayollar Kaddafi nutqidan hayratda qoldi. Ular shunchaki partiyaga kelishini kutishgan edi. Kaddafining bu harakati shunchaki tarixiy voqea emas, balki Yevropadagi musulmon ayollarga nisbatan past baho berish tushunchasini yo'q qilish edi. Aslida islom ayollari qanday ekanligi haqida butun dunyoga signal berish edi.